Davlat Turdaliyev deganda eng avvalo sizning ko'z oldingizga nima keladi? Barsachilar hozir maqtanadi-yu, barsachimiz deb turib. Men haqiqiy Barselonachini, men ko'rgan, birinchi ko'rgan Barselonachim shu-da. Sport dasturlari, umuman sport tizimi shakllanayotgan davrning asoschilaridan biri sifatida uncha bilishmaydi. Sharhlovchi sifatida baho bera olmayman deb o'ylayman. Xayrli akani Futbol Plus ko'rsatuvi, o'sha Sport 2000 ko'rsatuvi, Gol dasturi, Ring qirollari dasturi, bu sport kanali emas edi, yoshlar kanali. Bitta narsani shu joyda juda jiddiylashib ketib qolmaylik. Hazilni yaxshi ko'rardi. O'rni kelganda shunaqa qochirim qilib qo'yardi endi vodiydan-ku, askiya ham joyiga tushardi. Payt reyting hisoblanmagan, lekin agar o'sha payt reyting hisoblanganda, kamida sport mavzusidagi 3 ta dastur aniq reytingda yutib chiqardi. Siz aytgan Futbol Federatsiyasi federatsiyani oldidagi maydonni qizg'angan. Shuhrat medali sohibi, Sport telekanalini 4 yil boshqargan, 25 yil sharhlovchilik qilgan Davlat Turdaliyev xotirasiga turnir o'tkazildi degan birorta lavha ketgani yo'q. Odam misol uchun tanqid qilsa ham o'zim uchun ruscha aytganda vesga ega bo'lish kerak ekan degan. Ana keyin o'sha o'tkazmaganga buyruq berganlar ham olib kelingan. Nimaga kelmagan? O'sha paytda shu hozir so'rab olaylik. Yo'q, o'zi asosiy ish joyim televideniya bo'lmagan. Men o'shanda oldilarda bo'lganman. Shu Oxiri nima bo'ldi? birinchi bo'limdan keyin menimcha hozir davlatga olib ketishadi deb o'ylaganman.